Barchalarga assalomu alaykum. Akalar, qandaysizlar? Mazzalar yaxshimi, tuzingmisizlar? Ishlar bo'lyaptimi? Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda o'sha legendarning hammani asosiy quroliga aylanib qolgan 4-2-2-2 sxemasi haqida bo'ladi akalar. Xo'sh akalar, bu sxema haqida tushuntirib ketsam, darvozada akalar uzoq vaqt o'qib o'tirmayman. Darvozada defensive goalkeeper bo'ladi va himoyada o'sha legendarning razrushитель bilan Bultop va bittasiga atak uyushi, bittasiga defensiv fullbacklari qo'yib chiqamiz. Himoyamiz bo'ldi. Endi qaranglar, ikkita DMF ga keladigan bo'lsak, bitta anjormen, bitta dirijor, orkestrator stiliga ega bo'lgan futbolchi kerak bo'ladi akalar. Xo'sh akalar, endi ikkita AMF ga keladigan bo'lsak, APS deyiladi ruschasiga. Xo'sh, bu yerda Neymar va Musialani qo'yganman. Nega? Hole player va wingerligi uchun. Neymarda anosi ham bor-ku deydigan bo'lsalaring, u Neymar playmakerligi uchun qo'ymaganman. Akalar, endi hujumga e'tibor beramiz. Hujumda juda ham ideal o'ynovchi Shevchenko, legendarniy Andrey Shevchenko, tezkor, juda ham tezkor akalar. Shuni inobatga o'tib ketinglar akalar. Xo'sh, endi bu yerda Shevchenkoga yordam berib turuvchi Raul hole player stilida o'ynaydigan Raul kerak bo'ladi. Raulni nega hujumga qo'ydingiz deydigan bo'lsalaring, men uning umeniyasiga ishondim. Shuning uchun men uni hujum pozitsiyasiga qo'ydim. Akalar, men umeniya atak etdi. Ko'rib turibsizlar, 95 umeniya atak etdi. Uncha hole playerda bu 95 umeniya atak etdi yo'q. Shuning uchun buni men hujumchi pozitsiyasiga qo'yib qo'ydim. Va hozircha yaxshi o'ynayapti. 1-2 marta o'ynab ko'rdim. Endi hozir videoda ko'ramiz va divizionda onlayn match o'tkazib ko'ramiz va onlayn matchga let's go. Uzoq akalar, bizda birinchi raqib topildi. 3055 sillali 3-diviziondan raqib tushdi. Chunki men 3-diviziondaman. Shuning uchun menga 3-diviziondan raqib berishdi. Hozir ko'ramiz. Bu mana bizning sxemamizni ko'rib o'tdik videoni boshida. Agar shu joydan ko'rayotgan bo'lsanglar, orqaga qaytarib ko'rsanglar bo'ladi ekan. Xo'sh, raqibning sxemasiga keladigan bo'lsak, 4-2-4, bu ham 4-2-2 ga o'xshab ketadi, lekin o'xshamaydi aslida. Hamma o'xshaydi deydi, lekin bu himoyaga qaytmaydi ikkita qanotdan. Akalar, shuning uchun ikkita AMF qo'ysanglar, himoyaga qaytishga yordam beradi akalar. Shuning uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Xo'sh, akalar, endi o'yinga go. Xo'sh, akalar, bizda o'yinimiz boshlanyapti. Raul to'pni o'yinga kiritib beradi va Raul Xabi Alonsoga pas tashlaydi. Roberto Carlos esa bu yerda Xabi Alonsodan to'pni oladi va Roberto Carlos Neymarga tashlaydi. Neymar Shevchenkoni kutadi. Shevchenko esa ofsaydda bo'lishi mumkin, lekin yo'q akalar. Ko'rdinglar? Ko'rdinglar mana. O'zi birinchi gol hali birinchi daqiqa bo'lmadi menimcha. Menimcha birinchi daqiqa bo'lmadi. Endi aytishingiz mumkin, to'g'ri, raqibni komandasi kuchsiz, antenasi kuchli lekin. Bu ham bordi, lekin bir xil paytlarda komanda tanlamaydi akalar. Shuni ham aytib o'tib ketishim kerak sizlarga. Xo'p, Di Marko hujumga o'tyapti akalar. Di Marko o'ylayapti, hozir nima qilar ekan. Hop, Kylian Mbappe Di Markoga pas tashlaydi. Di Marko esa to'pni oldiradi va shtraf qiladi. Ko'rdinglarmi, shtrafni? Oddiygina shtraf ishlashni ham bilsanglar kerak menimcha. Hitris degan player unda Navikda akalar, Hitris degan narsani qo'shib qo'ysanglar, penalti ishlashga juda ham katta yordam beradi akalar. Vashcha katta yordam beradi. Shuni ham inobatga olib ketinglar. Hop, to'g'ridan nivosga qo'yib qo'yamiz. Va pas keladi. Raul esa kalladan neожиданно yutib qo'ydi, ko'rdinglar? Hop. Enzo Fernandez Kylian Mbappeni qanotga qo'yib xato qildi aka. Musiala esa to'pni shunchaki olib qo'ydi va yana shunchaki oldirib qo'ydi hamda. Hop, yana olib qo'ydi Musiala va xato pas tashladi. Bu yerda Neymar. Hop, Raul ketdi akalar. Raulga yetish qiyin. Lekin bu yerda Rauldan zarba ham bersak, keyin Raulning bitta narsasini aytib o'tib ketay akalar. Raulda mana bu Kurul juda ham pas. Kurul degani nima degansalaring, ruschasiga podkrutka bo'ladi, o'zbekchasiga aylantirma zarbalari yaxshi qilib beradigan
aylanma zarba deyiladi, qarochi, aylantirish deyiladi. To'pni aylantira olmaydi uncha. Shuning uchun kuyrilib past. Shuning uchun Rauli borlar tekis tepganlar ma'qul. Hop, Martin Zubimendi. Qayerdan ketyapti? Hoppa, Erling Haaland. Raqib yaxshi hujum boshladi menimcha. Hop, bunday o'tib ketamiz, hop. Yo'q o'tamiz, tepaga siraz Neymarga pas beramiz va Neymarga xato pas tashladik biz. Jamoachidan urma. Yo'q. Yana Neymarga pas, aylanib ikkinchi golni uramiz akalar. Ko'rdinglar? Dem shoshilmasdan o'ynayapmiz bu yerda. Hozir qanaqa gol bu yerda sxemani ham ko'rib ketsalar bo'ladi. Orqaga qaytib, qanaqa taktika qilindi bu yerda, shuni ham ko'rsalar bo'ladi. Raqib himoyasi ochilib qolyapti va biz ochiq pozitsiyaga tashlayapmiz. O'shaning uchun juda ham oson gollar bo'lyapti. Endi raqib chiqib ketishini kutamiz yoki biz o'zimiz raqib bilan oxirigacha o'ynab qo'yamiz. Boshlandi raqib akalar. Yaxshi. Motivatsiya oldi. Federico Di Marco. Yo'q, mana bu qaytara olmadi. Brian Mbappe, Kylian Mbappe. Mbappe qattiq akalar. Mbappedan ehtiyot bo'lish kerak. Mbappe juda ham sovuq qurollardan bittasi. Ketdi akalar. Raulga bitta pas berib yuboramiz. Raul ochiq ekan. Mana pat kiritganimcha aylantira olmaydi, lekin yaqin paytlarga kelsalar, mana 16 ning ichida bo'lsalaring, mana jarima maydonining ichida bo'lsanglar, aylantirishga mo'jna akalar. Bu uzoqdan faqat aylantira olmaydi. Shuni ham ana bu hop, endi 3-0 bo'ldi. Menimcha yaxshi ketyapmiz. Raqib hozir chiqib ketsa kerak menimcha. Yoki chiqmaydi bunga. Raqib taktikasini to'g'rilayapti. Qani bir ko'ramiz. Qiyo boqamiz akalar. Hop. Hoppa, sen Maksimen bor ekan. Nega bu hozir bu yerda bitta savol tug'ilyapti. Nega Ruud van Nistelrooyni qo'ymadi? Nega? Qo'ysa bo'lardi bu. Qo'yishi kerak edi. Van Nistelrooy chunki eng zo'r Fox bokslardan bittasi. Shuni ham inobatga olinglar. Olganlar biladi buni. Chunki PES 21 davrida ham, hozirgi paytda ham Van Nistelrooy juda ham kuchli bo'lib chiqarilgan. Bu kartasi emas, boshqa kartasini aytyapman. O'sha raqibimiz sxemasini o'zgartirdi va biz esa o'yinni o'sha 3-0 dan boshlaymiz. Luis Diaz qo'yibdi, Alisson, Maksimenlar. Neymar bu tarafga o'tibdi. Yo'q, mana raqibdan o'zi ko'rdinglar, raqib to'xtagisi kelmayapti. Muhimi to'xtab qolmaslik akalar. To'xtab qolmasanglar, sizlar ham mana shunaqa o'zi zarbalar ham berib qo'yasizlar-da, ko'ryapsizlarmi? Shunaqa zarbalardan juda ham ideal zarbalar berishinglar mumkin. Endi bu yerda futbolchi kuchsiz bo'lgani uchun bera olmadi yoki himoyachimiz bizning ana o'qildi. Qarshilik ko'rsatdi. Mana tepadan bitta pas. Hop, yo'q, bu yerda Dannarumaniki to'p akalar. Raykert eplolmadi. Nega Kannavaroni bo'yi kichkina, uni qo'yib qo'ygansiz deydigan bo'lsalar, uni uskalinasi bor, o'shaning uchun tezligi, uskalinasi kuchli bo'lgani uchun men o'shani qo'yib qo'ydim. Neymar tepaga. Siraz Neymarda tezlanish bilan ketamiz akalar. Bitta double touch. Yo'q, double touch qilmadi akalar, ko'rdinglar. Yo'q. Вот это motor dedi. Tak, mana birinchi taymimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishinglar mumkin bu yerda Vladimir albatta raqibda bo'ladi, chunki raqib uzoqdan sekin boshlayapti va xato qilib to'pni oldirib qo'yapti va biz gol uryapmiz. Shuning uchun raqibda Vladimir kuchli. Lekin zarbalarga keladigan bo'lsak, 4 ta zarba bizda, bitta noaniq zarba raqibda. Ko'rib turibsizlar, mana paslarga soniga ham qarasanglar, paslar aniqligi raqibda ko'p. Qancha paslar aniq bo'lsa, shuncha Vladimir ham kuchli bo'ladi. Shuni ham inobatga olib o'tib ketinglar. Hop, ikkinchi taymni sekin boshlayveramiz va davay, ketdi. Keyin akalar kommentariyada ham yozib ketinglar. Sizlar qaysi sxemada o'ynaysizlar va keyingi sxemamiz qaysi bo'lsin? Uni ham yozib ketinglar.
Double touch bilan pas ko'rdinglar. Double touch qanaqa qo'yilishini. Mana bu yerda Hitris ishlaydi. Ko'rdinglar mana Hitris. Sakrab qolsa bo'lardi, lekin Hitris ishladi. Qizil ham sariq berar ekan. Hitris juda ham muhim rol o'ynaydi penalti ishlayotganda ekan. Keyin penalti tepganda hozir shu yerda ko'rsatib o'taman. Specialist pa penalti degan игровой skill bor. O'shani qo'shib olsanglar ham juda ham ideal va darvozabonni aldaydigan zarbalar beradi. Hozir bu yerda Xabi Alonso bor va Varataz qaytarishi ham mumkin. Qaysi tarafga tepsanglar zarba yangilar uchun tushuntiryapman akalar. Zarbani qaytarib bo'lmaydi, lekin darvozabonni любой время, masalan, любой время ikkita tarafga ham qaytartirsanglar bo'ladi. Bu вообще ideal Varataz uchun. Joyini yaxshi qilishgan. Va bu yerda hozir Raulga pas keladi. Raul esa Ferdinandga o'tkazib olmadi, akalar. Hop. Kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi sxemamiz qaysi bo'lsin, uni ham o'ynab o'tib ketamiz. Eslijo. Keyingi sxemamizga ham sizlar bilan ko'rish nasib qilsin akalar. Hoppa, Rauldan yaxshi zarba bo'ldi, menimcha. Cho'tki zarba bo'ldi lekin. Hop, endi Roberto Carlosdan hozir Ferdinandga paslash ko'ramiz. Ferdinand qanaqa bu yoqqa olib keldingiz deydigan bo'lsalaring, hozir biz bu yerda keyin ko'rsataman akalar. Hop, mana Raykert. Hoppa, qanaqa fint bo'ldi akalar. Mana Ferdinand hozir ko'rsataman akalar. Hozir ko'rsataman. Ferdinand qanaqa keldi deydigan bo'lsalaring, bu yerda pauzani bosamiz. Pauzadan mana bu yerga planigra va emblemani ustiga bosib, rolling matchi degan joyiga bosib, mana bu yerda игрок в нападении degan joy bor. Eng kuchlisini belgilab qo'ysanglar, o'sha kim kuchli, o'sha masalan защитник bo'ladimi, darvozabon bo'ladimi, menimcha u ham kelaveradi akalar. Shunaqa. Hop. Bilib olgan bo'lsanglar, endi bu gulni yana olib ko'ramiz. Va bu yerda biz Ferdinandga tashlashga harakat qilamiz. Ferdinandga kelishidan oldin Raul to'pni kalla bilan urib yuryapti. Chunki bu yerda Roberto Carlos paslatib tashlab qo'ydi bu guldan. Shuning uchun Nito bo'lib qoldi. Hop, endi ko'ramiz hozir. Mana endi bundoq qilamizda, bundoq turib, ana endi hozir harakat qilib ko'ramiz va baribir o'sha narsa bo'lyapti. Nega Cannavaroni keltirmadingiz deydigan bo'lsalaring, uni statistikasi pastligi uchun keltirmadim akalar. Mana bu yerda hozir to'pni juda ham ideal olib qo'ydik va bu yerda yaxshi hujum qilishimiz mumkin. Faqat raqib offside tepar. Faqat raqibimiz shoshilmasdan o'ynaydigan raqiblardan bittasi ekan. Hop, Sen Maksimenga to'pni Cannavaro yutqazib qo'ydimi? Pas, yo, bu yerda fintga aylanib ketdi pasimiz. O, yaxshi pas, smart assist. Hop, Sen Maksimendan juda yaxshi pas va raqib ko'ryapsizlar akalar, 3-0 ga yutqazishiga qaramasdan raqib yutqazib aniq qilmayapti, bo'sh kelmayapti. Buni minutga qo'yish kerak. Sal qoldi, masalan, ko'rishinglar mumkin. Juda ham yaxshi o'yin ketmoqda menimcha. Peter Schmeichel. Shevchenko yutish kerak bu yerda, yo'q. Roberto. Opa, mana shu uskarani ishlaydi, ko'rdinglar. Hop, mana Mbappe. Sen Maksimen juda ham ideal holatda. Yo'q, mana Di Marco tepadan pas tashlaydi. Di Marco, yo'q. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Bu yerda futbolchining kuchi ham kerak ekan akalar. Double touch va pas. Double touch va pas. Double touch va pas. Va Shevchenkodan double touchsiz pas bo'lgani uchun o'tmadi. Hop. Raqibimiz qanaqa hujum qilish bilmayapti akalar, to'g'risi. Faqat bitta ana qanotga yopishib olgan. Hop, mana ketdi akalar, hozir qarshi hujumga.
Endi aldab o'tib ketamizda va Shevchenkoga pas tashlaymiz. Shevchenko esa yuguradi, Xabi Alonsoga pas tashlaydi. Xabi Alonso esa bu yerda bitta Raul esa zarba bilan 4-golni mixlab qo'yadi akalar. Qarshi hujum. Bu yerda ideal qarshi hujum bo'ldi. Bizga Rudiger yugurib kelyapti va Raul ochilganini ko'rmadi. Raulga biz shundoqqina tashab qo'ya qoldik. Bo'ldi shu. Hop. Bu yerda fint qanaq qilamiz degan bo'lsalaring, hozir bunga tashab ko'rsatib beraman. Yo'q, ko'rsata olmas ekanman. Chunki menga to'p bo'sh joyda bo'lishi kerak va noqulay vaziyat bo'lmasligi kerak men uchun. Fint qilishim uchun. Mana shunaqa paytda mana double touch. Bu double touch deyiladi. Mana bunisi Zidanning usuli deyiladi desam, mana bu Zidanning usuli. Marseilleski ruletka deyiladi e-futbolda. Hop. Mana bu Ronaldoning juda ham ideal. Hoppa, qani aylantirib ko'rak. Yo'q Menimcha bo'ladi akalar. Bu sxemada ko'pchilik o'ynaydi. Dunyo reytingida birinchi o'ringa chiqqan odamlar ham mana shu sxemada o'ynab o'tgan. Shuni oldin aytib qo'yay akalar. Bu sxemada o'ynasanglar 4-3-3 keragi bo'lmay qoladi akalar. O'rganib qolsanglar 4-3-3 keragi bo'lmay qoladi. Shunaqa akalar. Mana endi ko'rishinglar mumkin. 10 ta zarba, 8 tasi aniq. Xo'p, bu yerda paslar bo'yicha raqib har doimgidek birinchi o'rinda turadi, chunki smart assist yoniq. Va ko'rishinglar mumkin bu yerda hozir reyting igrokiga kiramiz. Raul. Hol player qo'ysanglar hujumga. Bitta goal poacher va bitta hol playerni hujumga qo'yib qo'ysanglar, bittasi juda ham zo'r pas tashlab beradi. Hol player juda ham zo'r pas tashlab beradi. Охотник за golimga. Shuning uchun shunaqa qilinglar, maslahat beraman akalar. Va videoni shu yerda to'xtatamiz akalar. Video yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni qoldiring kommentariyalarda va albatta motivatsiya uchun bitta like bosishni ham unutmanglar akalar. Sizlar bilan har doimdek o'sha FUS Power kanali bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin do'stlar. Ko'rishganda, ko'rishguncha. Keyingi sxemamiz qaysi bo'lsin akalar? Davay.